Agar dunyoda alkogol, sigaret va narkotiklar bo'lmasa, insonni keyingi qaram bo'ladigan narsasi bu shakar bo'ladi. Hozir sanab o'tgan narsalarimni inson tanasi uchun qanchalik zararli ekanligini hamma biladi, lekin shakar bularning ichida nima qilib yuribdi? Siz o'sha maza qilib yeydigan shokoladli cheescake organizmga tushgandan keyin nimalar bo'ladi? Keling shu haqida bugun gaplashamiz. Bugungi videoda siz nima uchun odamga salatdan ko'ra shirinlik mazaliroq tuyulishini, teriga ajin tushishini oldini olish uchun nima qilish kerakligini, energiyani tanangiz qayerdan olishi va turmush o'rtog'ingiz bilan janjallaringizga shakarning nima aloqasi borligini bilib olasiz. Keling, hozir qo'limizni shunaqa musht qilib ko'ramiz. Mana shu harakatni amalga oshirish uchun bizning qo'limizdagi muskullar qisqarishi va bo'shashishi kerak bo'ldi va bu uchun ularga energiya kerak. Bu xuddi mashina yurishi uchun unga benzin kerak bo'lganiga juda ham o'xshaydi. Bizning organizmimizning benzini bo'lsa bu glyukoza, ya'ni shakar. Hozir ekran oldida o'tirib shu informatsiyalarni qabul qilish uchun ham miyangiz qanchadir miqdorda glyukoza sarf qilyapti. Ma'lumot uchun, glyukozaning eng toza formasini biz odatda shakardan olamiz. Shakar bizning yashab qolishimiz uchun juda ham kerakli modda ekan, unda nimaga hamma yoqda shakar hozir zararli deb aytishyapti. Shakar energiya manbai bo'lsa, undan ko'proq yeyolsam, ko'proq energiyaga boy bo'lib ketaman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu juda ham xato fikr. Vaziyatga agar real ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, bizning tanamizga shirinlik aslida umuman kerak emas. Sizga bir sirni ochaman. Inson tanasi uchun glyukoza qayerdan kelayotgani umuman ahamiyati yo'q. Organizmimiz shu darajada ideal yaratilganki, agar o'ziga kerak bo'lsa, hatto oqsillarni ham, yog'larni ham o'zi uchun glyukozaga aylantirib, undan energiya hosil qila oladi va bu jarayon fanda glyukoneogenez deb ataladi. Hamma yegan ovqatlarimiz oshqozonimizga tushganda aralashib bir xil massaga aylanadi. Og'iz bo'shlig'idan pastga o'tib ketgan ovqat mazasini esa biz hatto sezmaymiz ham. Lekin unda nimaga? Agar oldingizda bir tarelka salat yoki bo'lmasa bir tarelka tort turadigan bo'lsa, ko'pchiligimiz o'ylab ham o'tirmasdan tortni tanlagan bo'lamiz. Nima uchun odamlar bunchalik shakarni yaxshi ko'radi? Chunki shirinlik tarkibida energiya juda ham ko'p bo'ladi. Bir bo'la shirinlik beradigan energiyani biz salatdan olishimiz uchun kamida 5 tarelka salat yeyishimiz kerak. Undan tashqari bu salatni yeb olgandan keyin uni tarkibidagi moddalarni glyukozaga aylantirish uchun uni organizmimiz hazm qilish kerak va hazm jarayoni uchun ham alohida energiya sarf qilish kerak. Shirinlik tarkibidagi shakar esa tayyor glyukoza u qonga osongina so'rilib ketadi va bizga juda ham ko'p energiya beradi. Shunda kam kuch sarflab ko'p energiya olayotganini bilgan miyamiz bu jarayonda xuddiki g'alaba qozongandek o'zini his qiladi. Bu xuddiki qanaqadir chegirmada mahsulot sotib olganga juda ham o'xshaydi va shu jarayonda bizda miyamizda dopamin gormoni ishlab chiqarilish boshlaydi. Biz bilamizki, dopamin gormoni bu rag'batlantiruvchi va bizani qoniqtiruvchi gormon va shu paytda siz o'zingizni juda ham yaxshi his qilishni boshlaysiz. Kayfiyatingiz ko'tariladi va shuning uchun ham biz bu ishni qayta va qayta qilaveramiz. Tarixda har doim ham bunaqa mo'l-ko'lchilik bo'lmagan va shuning uchun ham bizning ajdodlarimiz o'sha zamonda yashagan odamlar energiya ko'p beradigan mahsulotlarni agar ko'rib qoladigan bo'lsa, ulardan iloji boricha ko'proq yeb, o'zligi uchun zaxira qilib olishga harakat qilishgan va keyingi kunlari och qolishgan paytda aynan shu zaxira hisobiga ular tirik qolishgan. Shuning uchun ham shirin narsa yegandan keyin dopamin bilan birga keladigan rag'bat hissi hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Endi tasavvur qiling, qorningiz ochganda siz aynan o'sha tarelkadagi shirinlikni yedingiz. Bu mahsulotni iste'mol qilishingiz bilan uni tarkibidagi hamma modda, shu qatorda glyukoza ham qonga so'rilishni boshlaydi. Ko'p miqdorda shakar yeyishimiz bizning qonimizdagi glyukozani juda ham tezlik bilan oshishiga olib keladi va bu o'z navbatida bizga to'qlik hissini beradi. Oilalarimizni ovqatdan oldin shirinlik yemagan, ishtahang bo'g'ib qo'yasan deb aytishgan paytligida aynan shu jarayon ketayotgan bo'ladi. Lekin organizmimiz uchun bu keragidan ham ortiqcha shakar. Uni zudlik bilan kamaytirish uchun bizning miyamiz oshqozon osti beziga signal yuboradi. Qonda glyukoza juda ham baland, uni zudlik bilan tushirish kerak degan. Va bu signalga javoban oshqozon osti bezi endi insulin gormonini ishlab chiqarishni boshlaydi. Insulin gormoni bo'lsa, qondagi glyukozani bitta ham qoldirmasdan hammasini yig'ib olib, hujayralar ichiga olib kirib qo'yadi. Bu jarayonni siz osonroq tasavvur qilishingiz uchun buni maktab misolida tushuntirsa bo'ladi. Tasavvur qiling, maktab bu bizning tanamiz, ya'ni organizmimiz. Maktabning koridorlari esa bu qon tomirlari. Maktab o'quvchilari bu qondagi glyukozalar. Insulin esa bu maktab direktori. Xuddi direktor o'quvchilarni koridorda yurishini yoqtirmagandek, insulin ham glyukozani qon tomirida juda ham ko'p yurishini yomon ko'radi. Shuning uchun ham xuddi direktor bolalarni darsxonalarga kirgizib yuborgandek, insulin ham hamma glyukozani hujayralar ichiga, asosan yog' hujayralar, muskul hujayralar va jigar hujayralarining ichiga haydab kirgizib boradi.
Bu joylarda esa shakar xuddiki zaxira sifatida saqlanadi. Aslida bu zaxiralar ishlatilib yuborilishi kerak, lekin kam harakatlik va ko'p ovqat yeyish natijasida bu zaxiralar ishlatilmaydi va vaqt o'tgan sari ular yog' ko'rinishida teri ostida yig'ilib boradi va o'z-o'zidan keyinchalik bu semizlik kasalligiga olib keladi. Shuning uchun ham agar e'tibor bergan bo'lsangiz, aynan semiz odamlarda keyinchalik diabet kasalligi yuzaga keladi. Chunki har kuni ko'p miqdorda shakar yeyish oshqozon osti bezini qiynalib, keragidan ortiqcha ish bajarishini talab qiladi. Oshqozon osti bezi ham bir kun kelib charchaydi, uni ham resurslari tugaydi va shu holatda sizda diabet kasalligi yuzaga keladi. Kundalik hayotda biz asosan diabet kasalligi bor insonlarga qondagi glyukozani kontrol qilish qanchalik muhim ekanligini tushuntirganligini guvohi bo'lamiz. Lekin aslida shu diabetga chalingungacha qondagi glyukozani kontrol qilish to'g'riroq hisoblanadi. Odatda agar siz doktor qabuliga boradigan bo'lsangiz, unda sizga bir necha xil analizlar yozib berishadi va bu analizlar orasida och qorinda qondagi glyukozani tekshirish testini ham yozishadi. Bu test sizni qoningizda qancha glyukoza erkin holatda aylanib yurganligini o'lchab, hisoblab sizga turli xil natijalar beradi. Va bu test natijalari sog'lom deb topgan insonlarga doktorlar qondagi glyukozani kontrol qiling deb maslahat berishganini shaxsan men shu paytgacha umuman eshitmaganman. Aslida esa har bir inson qondagi glyukozani kontrol qilishi va buni qanday qilib to'g'ri kontrol qilish kerakligini bilishi kerak. Stanford universiteti doktorlari 2018-yilda juda ham ajoyib bir tajriba qilishadi. Aynan mana shu test sog'lom deb topgan insonlarni yig'ib, ularni nonushtadan keyingi glyukozasini o'lchab ko'rishadi va natija ularni shokka tushirib qo'ygan. Chunki aynan sog'lom insonlarni nonushtadan keyingi o'lchangan glyukoza miqdori xuddiki kasal odamlarnikidek juda ham baland chiqqan. Bu ilmiy tadqiqot shuni ko'rsatadiki, har qanaqa odam sog'lom bo'lsa ham qondagi glyukozasini kontrol qilishi kerak va osongina bu noto'g'ri ovqatlanish bilan buzilishi mumkin. Xo'sh, qondagi glyukozani bunaqa tez oshib ketishini nimasi yomon? Agar ovqat tarkibida uglevodlar qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, qondagi glyukoza shuncha tez va shuncha yuqoriga qarab oshib ketadi. Buni sababi oddiy, chunki uglevodlar juda ham tez hazm bo'ladigan moddalar hisoblanadi. Lekin qonda glyukozani bu darajada baland bo'lib ketishini organizmimiz uchun qanchalik zararli ekanligini tanamiz juda ham yaxshi biladi va shuning uchun ham uni agressiv holda nima qilib bo'lmasin tushirishga harakat qiladi. Bu uchun oshqozon osti bezi boya aytganimizdek insulin gormonini ishlab chiqaradi. Insulin gormoni esa qondagi hamma glyukozani bitta ham qoldirmasdan hujayralar ichiga olib kirib qo'yadi va natijada endi qondagi glyukoza miqdori juda ham pastga qarab tushib ketadi. Bu esa o'z-o'zidan miyadagi ochlik markazlarini aktivlashtiradi. Bu degani, siz ovqatlangandan keyin 2 soat o'tar-o'tmas juda ham kuchli, chidab bo'lmaydigan darajadagi ochlik hissini his qilishni boshlaysiz. Bu ochlik hissini ketkazish uchun esa siz endi keragidan ham ortiqcha bo'lgan ovqatlarni yeb qo'yishingizga to'g'ri keladi. Natijada yana glyukoza oshadi va yana insulin baland bo'lib chiqib ketadi va bu qayta-qayta davom etadigan siklga aylanadi. Qarabsizki, yo'z halqa hosil bo'ladi va natijada sizni ishtahangizni endi eplab bo'lmaydigan darajaga kelib qoladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, qonda glyukoza juda ham tezlik bilan oshyapti va juda ham tezlik bilan tushyapti. Bu proses organizmda davomiy va muntazam yallig'lanishga olib keladi. Yurak kasalliklari va diabet bo'lib qolish riskini oshiradi. Undan tashqari tanamizdagi boshqa moddalarni glyukozalanib qolishiga sabab bo'ladi. Har kuni sizda charchoq, kayfiyatda o'zgarishi, uxlashdagi muammolar va doimiy ochlik hissini keltirib chiqaradi. Yuqoridagi tajriba ko'rsatganidek, har bir inson qondagi glyukozasini kontrol qilishi kerak. Chunki aynan shu glyukozani tepaga va pastga tushib, o'ynab turishi organizmga ortga qaytmaydigan zararlarni keltirib chiqaradi. Glyukoza miqdorini qonda bunaqa tez-tez o'zgarib turishi kayfiyatimizga qanday qilib ta'sir qilishini bir kichik tajriba orqali gapirib bermoqchiman. Olimlar juda ham qiziqarli bir ilmiy tadqiqot qilishgan. Ular 200 ga yaqin turmush qurgan juftliklarni yig'ib olishadi va ularning qo'liga har biriga bittadan qo'rchoq berishadi. Va tasavvur qiling, bu qo'rchoq sizning juftingiz qachonki ulardan jahlingiz chiqsa, mana shu qo'rchoqqa bitta bulovka qadab qo'ying deb aytishadi. 6 haftadan so'ng bu qo'rchoqlar yig'ib olinadi va shu vaqt mobaynidagi bu odamlarni qonga glyukozasi bilan solishtirib ko'rishadi va aynan qonda glyukozasi o'ynab turgan, bir tepaga oshib, bir pastga tushib, o'zgarib turgan odamlarni qo'rchoqlarda ko'proq bulavka qadalganligi ma'lum bo'lgan. Qondagi glyukozani bunaqa o'ynab turishi bizning ruhiyatimizga, kayfiyatimizga, atrof muhitni qay darajada qabul qilayotganligimizga juda ham katta ta'sirini o'tkazadi. Agar siz oxirgi paytda asabiy bo'lib qolgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam biror bir odamdan jahlingiz chiqib, o'zingizni xuddi boshqara olmayotgandek his qilayotgan bo'lsangiz, unda har kuni nima yeyotganingizga e'tiborliroq bo'lishingiz kerak. Endi shakar bizning tanamizni qanday qilib qaritish haqida gaplashamiz. Inson tug'ilishi bilanoq qarish protsessi boshlanadi. Bu prosessni hech kim to'xtata olmaydi. Lekin
Bu prosesni tezlashtirish yoki bo'lmasam sekinlashtirish odamni o'zini qo'lida. Qonda shakar miqdorining ko'p bo'lishi qondagi boshqa moddalar bilan, masalan, protein yoki bo'lmasam lipidlar, ya'ni yog'lar bilan uni birlashib, birikib, unga yopishib qolishiga olib keladi va o'z navbatida bunda bu moddalarni normal funksiyasi yo'qolib boradi. Bu jarayon fanda esa glyukozalanish deb ataladi. Masalan, terimizni yosh va silliq qilib turadigan modda kollagen ham proteinning bitta turi hisoblanadi. Shakar qonda bu kollagen bilan yopishib, birlashib qoladi va natijada kollagen o'zining funksiyasini yo'qotib boradi. Terimizni silliq qilib tortib tarang qilib turadigan narsa yo'qolgach, o'z-o'zidan terida ajinlar paydo bo'lishni boshlaydi. Kollagen faqatgina terini tarangligini emas, balki bizning tomirlarimizni salomatligida ham juda ham katta rol o'ynaydi. Demak, nafaqat terimizdagi ajinlar tushar ekan, balki tomirlarimizning elastiklik yo'qolib, turli xil kardiologik muammolarga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda juda ham ko'p kasalliklarni yosharib ketayotgani sababi ham aynan shakarni doimiy yallig'lanish chaqirishidir. Kardiologiya shifoxonasida 30 yoshli bemorlarda infarkt kasalligi yuzaga kelganini ko'rib, boshida hayron qoldim. Lekin o'ylab qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'pgina kasalliklarning negizida nosog'lom turmush tarzi turganini ko'rish qiyin emas. Xohlasangiz, siz ham o'zingiz uchun kichik bir tajriba qilib ko'ring. Shakar yeyishni to'xtatishingiz bilan ancha sog'lomlashganingizni his qilishni boshlaysiz. Terilar ancha tiniqlashadi, husnbuzarlar kamayadi, uyquni sifati yaxshilanadi. Undan tashqari arzimagan narsalarga asabiy bo'lishni to'xtatasiz. Agar kengroq qaraydigan bo'lsak, biz bu orqali juda ham ko'p kasalliklarni oldini olishimiz mumkin. Shu jumladan infarkt, insult, diabet, qon bosimini oshishi va ko'z o'tkirligini yomonlashishi aynan sog'lom turmush tarzi orqali oldini olsa bo'ladigan kasalliklar hisoblanadi. Agar shu videomiz 10 mingta prosmotr yig'adigan bo'lsa, unda sizlarga hech qanaqa diyetalarsiz qondagi shakar miqdorini normada ushlash mumkinligi haqidagi sinalgan va ishonchli layfhaklar yig'ilgan videoni taqdim qilamiz. Har doimgidek videomizdagi barcha ma'lumotlar eng so'nggi va ishonchli ilmiy maqolalardan olindi. Ularni siz ham o'qishingiz uchun shu video tagida ularning linkini qoldiramiz. Siz bilan doktor Iroda Baxtiyorni bo'ldi. Salomat bo'ling.